Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, mana bugun 10-iyun Andijon Chorshanba mol bozorimizda. Navbatdagi ena bola molimiz mana syomkalari boshlandi. Aka nechinchi bolasi? 4-bolasi. Bolasi xunajina? Suti nechta aka buni? 10 litr sutga sinab olishga beramiz deyishyapti. Yeb ichishi tanjoni sog'. Yuvoshligi yuvosh ekan. 4-bolasi ekan. Narxi nech pul deyapsiz aka? 42 million so'm kami bor ekan. Savdosi bo'ldimi? 38 million so'mga berilmabdi. Ustiga yurilsa sotilar ekan. Dastavkalar bormi aka? Yetkazib beraveramiz. Dastavkalari bor. Telefon nomerlari aka? 99lik 762 32 92 32 90 ekan akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Keyingisi mana qora sigirimiz ekan akalar. Bolasi nima aka buni? Tortingchi. Bolasi novvos ekan. Nechinchi bolaga? 3-bolasiga. Yeb ichishi tanjoni sog'a? Yeb ichishiga tanjoni sog'. Sutiga nechtaga suti? 10 ta sutiga beramiz deyishyapti. Yuvoshligi yuvoshmi-ku? Yuvoshligi yuvosh ekan. Qiziqqanlarga bitta do'konga bemalol yeb ichib sinashga beramiz deyapti. Narxi nech pul deyapsiz-ku? 35 million. Savdosi nech pul oldi aka? 31,5 million so'm savdo bo'libdi. Ustiga yurilsa sotadi. Dastavka bormi aka? Dastavka qilib beraveramizmi? Dastavkasi bor ekan. Telefon nomerlar 90 060 15 95 ga aloqaga chiqaverasiz. Bu 8 oylik bo'g'oz. Bunisi 8 oylik bo'g'oz ekan, bolasi novvoschi aka. Nechinchi bolasi aka? 3-bolasi ekan, 8 oylik bo'g'oz ekan. Doktorlarga ko'rsatib, bir hafta sinovga beraveramiz deyapti. Yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga, yuvoshligiga. Nech pul deyapsiz aka? 50 million so'm jinday kami bor ekan. Telefon aloqaga chiqaverasizlar, telefon nomerlari qoldi. Qiziqqanlarga. Akalar keyingi mana sementalga chatishgancha ham rossiyskiy shekliga parodas aka. Birinchi bolasi novvoschi ekan akalar. Qo'yilgan 25 kun bo'ldi. Qo'yilganiga uruqqa qo'yib qo'yibdi, 25 kunlik bo'libdi xudo xolasa. Yeb ichishi tanijoni sog'ligiga bir hafta garantiya. Nechta sutga aka? 7 ta sutga beramiz deyishyapti. Bolasi novvoschi, chiroyli it. Qo'lipsilari tekislar ekan akalar. Narxi nech pul aka? 38 million 500 ming so'm savdo qilib berilishmabdi aka. Ustiga yursa sotamiz deyishyapti. Telefon nomerini beramizmi? 94lik 884 00 99 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bizda mana keyingi molimiz bolasi xunajin ekan. Nechinchi bola aka? 2-bolasiga yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga bir hafta garantiya aka. Yuvoshligi yuvoshmi? 10 chap demaydi ekan, yuvosh ekan akalar. Rasa sog'ib ichadigan sigirimiz aka. 2-bolasiga. Nech pul deyapsiz aka? 38 million so'm kami bor ekan. Savdosi nech pul bo'ldi? 34,5 million so'm savdo bo'libdi, berilmabdi. Ustiga yurilsa beriladi ekan akalar. Bir haftaga sinovga beraveramiz deyishyapti. Telefon nomer beramizmi aka? Ha, sotilib ketaman deyapti akalar. Keyingisi mana katta ena bola olib olamiz ekan. Aka nechinchi bola bu? 2-bolasiga nechta sutga? 15 ta sutga. Bolasi nima? Bolasi novvoschi ekan akalar. 15 ta sutga sotilibdi. 2-bolasi ekan akalar. Yeb ichishi, tanijoni sog'ligi, yuvoshligi yuvosh ekan. Bolasi novvos ekan mana. Nech pul oldi aka? 50 million so'mga baraka bo'pti akalar. Baraka bo'lganidan mana. Chorva ishqibozlari mana keyingi molimiz ona bola sigirimizdan. Bolasi novvoschi, 4-bolasi ekan. Shvet molimiz yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga, yuvoshligiga bir hafta aka. Yuvosha nechta sutga beramiz? Bolasidan tashqari 10 litr sutga beramiz deyishyapti. Bolasi shvet xunajinchi ekan. Yeb ichishi sog'ligi yaxshi ekan. Nech pul deyapsiz narxini aka? 45 million so'm. Savdosi nech pul bo'ldi? 40 million so'm savdo qilishdi. 40 million so'm
ustiga yursa sotamiz deyishyapti. Telefon nomerlarini beramizmi aka? Telefon nomerlarini beramizmi? Nechchili? 93li ekan akalar. Aha. 637 33 30 aloqaga chiqaverasizlar aka. Chorva ishqollari mana keyingi molimiz bolasi novvosidan. Bolasi nechinchi bola aka? Birinchi bolasiga yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga bir hafta aka. Pul bermayapti ketaveradi aka. Nechta sutga? 10 ta sutga aka. 10 litr sutga beramiz deyishyapti. Bolasi novvoscha shvet ekan. Nech pul deyapsiz aka narxini? 48 million kami bor aka. 48 million so'm narx aytishyapti. Kami xayrisiga o'tib beramiz deyishyapti. Nech pul savdo bo'ldi aka? 42 million so'm savdo bo'libdi, berilmabdi. Ustiga yurilsa berilar ekan. Telefon nomerlar 99lik 99lik 517 517 1592. Keyingisi aka mana bolasi novvoschi sigirimiz ekan akalar. Yeb ichi tan joni sog'a aka buni ham. Bir haftaga berilaverar ekan. 10 litr sutga beryapti. 8 litrga sinoga berilaverar ekan. Bolasi novvoschi 40 chiqibdi. 4-bolasi ekan akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Obunachilar, keyingi molimiz mana birinchi bolasi novvoschi ekan. Yosh ekan. Hoji aka nechta suti bor? Bolasidan tashqari 5 litr 6 litr sog'ilyapti. Yeb bir mahalda 5 litr 6 litr sog'ilyapti. Bolasidan oshirib, yeb ichishiga, tanajoni sog'ligiga, yuvoshligiga molimiz yaxshilanib turibdi. Ikkala tomondan ham sog'ilaveradi deyapti. Yuvoshligi yuvosh deyapti. Hamma yo'g'i joyda korpuslari tekis ekan birinchi bolaga. Hoji aka nech pulga bordi bunisi? 38 million so'm ozgina kami bor ekan akalar. Qiziqqanlarga birinchi bolasiga ekan. Bolasidan tashqari 5 ta 6 ta sut beryapti ekan molimiz. Yuvoshligi yuvosh ekan. Keyingisi nima aka? Keyingisi ham novvos ekan akalar. Bu nechinchi bolasi? Bu ikkinchi bolaga 4 kurak ekan akalar. Bolasi novvos ekan. Bu birinchi bolasi. Necha oylik bo'ldi bolasi? Bir oydan 40 chiqib qolibdi aka. Ha, 40 chiqmabdi akalar, jinday bor ekan, 40 chiqib qolibdi. Buni nechta sutga beramiz akalar? 8 litr sutga beramiz deyapti. Bolasidan tashqari 4 kurak xunajilimiz ekan, yosh ekan, kelishgan ekan akalar. Sigir qilaman deganlarga hamma yo'g'i joyida ekan. Yeb ichishi, tani joni sog'ligiga bir hafta dastavkalar bor ekan akalar. Aka, buni narxi nechi pul? Bolasi mana novvoschi akalar. Bunisini narxi nechi pul aka? Buni ham 38 million so'm ozgina kami bor. Ayrisiga o'tkazib beramiz, dastavkasiga yetkazib beramiz, sinoga beramiz. Telefon nomerlar aka? Uchinchisi ham bormi? Buni bolasi nima? Shvet. Shvet molimiz, keyingisi bolasi novvoschi, 3-bolasi ekan akalar. Tani joni sog', yeb ichishi, yuvoshligiga 6 kurak ekan. Bir hafta garantiya deyapti. Bolasi shvet novvoschi ekan. Yuvoshligi yuvoshi aka? Bolasi 10 kunlik ekan akalar. Tani toza shvet ishqibozlariga akalar. Yeb ichishiga, yuvoshligiga bir hafta garantiya deyapti akalar. Bunisini bolasi nima? Bunisini ham bolasi novvos ekan. Birinchisigami aka bu? Birinchisiga shvet ekan akalar. Hali eski shvetlarda o'zimizga eski. Buni suti nechta? 4 ta 5 ta sog'ilyapti ekan, bolasi yemayapti ekan. Bolasidan tashqari 4 litr 5 litr sut beryapti deyapti. Telefon nomerlari nechi uka? 33li, ha? 603 4404 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Sinovga bir haftaga dastavkalarni yetkazib beriladi. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Ular keyingi molimiz mana bolasi novvoschi aka, enasi gumon ekan aka. Necha oyga gumon? 2 oy bo'libdi qo'yib qo'yganiga. 2 oylik ochib qo'ygan bo'lsa bo'g'az deyapti, gumon deyapti. Suti yo'q ekan, bolasi novvoschi ekan, 1 yashar o'tib qolibdi. 3-bolasi ekan akalar, likonimizdan, likonlardan. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga bir haftaga beramiz deyishyapti. Hoji aka nech pul savdo qilyapti buni? 33 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti. Ustiga yursa sotamiz deyishyapti. Molimiz sotilib ketadi-yu.
Qiziqqanlarga 2 oylik bo'g'oz gumoni bor. Bolasi birashib qo'ygan ovozi. Obunachilar, mana bo'g'oz ishqibozlariga 5 oylik bo'g'oz sigirimiz bor ekan. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga aka. Hamma yo'g'iga bir hafta garantiya deyishyapti. Nechinchi bolasi? 3-siga bo'g'oz ekan, 5 oylik. 18 suti bor. Qonda 18 ta 20 ta sut beraveradi deyapti. Molimiz katta suyali mol ekan. Barobarli mol ekan, o'zimiz rassizki. Barobardan ekan. Ishqibozlariga aka nech pul deyapmiz narxini? 40 million so'm kami bor ekan, 36 million, 36,5, 37 gacha savdosi bo'libdi. Qiziqqanlarga telefon nomer beramizmi? 90 97 235 97 98 ga aloqaga chiqaveramiz akalar. Ular keyingi molimizlar birinchi tumsa ekan, birinchisiga xunajin ekan. Necha oylik uka? 6 oylik bo'g'oz deyapti. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga bir hafta garantiya. Narxini nech pul deyapmiz? 25,5 million so'm kami bor ekan. 20 million savdo bo'lyapti. 20 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Ustiga yursa sotamiz, xudo xolasa. Ustiga yursa sotamiz deyishyapti. Yeb ichishi, tani joni sog' ekan. Qiziqqanlarga nomer hozirga aloqaga chiqaveradi. Hozirgi telefon nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Chorva ishqibozlari, mana keyingi bo'g'ozimiz 2 kurak xunajin, birinchisiga jinda ekan 9 oylik bo'libdi. Oy kuni qolibdi aka, xudo xolasa. Bir 15 kun 20 kunligiga qolibdi. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligi yuvosh deyishyapti. Tepasiga bo'lsa ololmayman. Narxini nech pul deyapmiz aka? 30 million so'm savdosi bo'lyapti akalar. Ustiga yurilganga sotiladi deyapti. Telefon nomerlarini beramizmi? Nechi? 99lik 329 55 89. Qiziqqanlar aloqaga chiqaversa, dastlabkasi bor ekan, xudo xolasa yetkazib beraveramiz. Enasini qonidan o'tdi. Qirg'iz mol ekan, enasini qonidan tushgan ekan akalar, Qirg'izistondan o'tgan ekan. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana bo'g'oz ishqibozlariga 6 oylik bo'g'oz ekan. Nechinchisiga aka? Birinchisiga 6 oylik bo'g'oz molimiz. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga bir hafta garantiya aka, xudo xolasa. Yuvoshligi yuvosh deyapti. Molimiz katta, keng mol ekan, xudo xolasa. Yeb ichishlari, tani joni sog'ligiga bir haftaga beramiz deyapti. Nech pul deyapmiz? 35 million so'm kami bor ekan akalar. Savdosi nech pul bo'ldi aka? 29 million so'm shu akam savdo qilyapti ekan. Obunachilar, keyingi molimiz suti bor bo'g'ozdan ekan. 5 oylik bo'g'oz. Suti nechtacha ekan? 10 litr suti bor ekan. Yeb ichishi, tani joni sog'ligiga, yuvoshligi yuvosh ekan. Katta, becho, keng mol ekan, 50 mol ekan. Hozirgi narxini nech pul deyapmiz? 40 kami bor. 40 million so'm kami bor ekan akalar. Bir haftaga yeb ichdi, yuvoshligiga beriladi deyapti. Hozirgi savdosi nech pul bo'lyapti? 33 million so'm savdo qildi, ustiga yursa sotiladi aka, xudo xolasa. Telefon nomerlarini beramizmi? Nechilik? 97lik 273 72 50 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Muxlislar va chorva ishqibozlar, chiroyli bitta ena bola molimiz chiqib qoldi. Nechinchi bola aka? Ikkinchi bolasiga. Bolasi xunajinmi? Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga bir hafta garantiya deyapti. Bolasi xunojin ekan akalar. Bo'lmoqni sutga to'ygan variantda. Aka, narxini nech pul deyapmiz? 37 million so'm kami bor. 32 million so'm kami bor ekan akalar. Nech pul savdo bo'ldi? Oxirgisi 29 million so'm savdosi bo'libdi. Berilmayapti akalar. Ustiga yurganiga sotamiz deyishyapti. Nech litr sutga aka? 8 litr sutga. Uchinchi bolasi aka? Ikkinchisimi? Ikkinchi bolasiga ekan. Qiziqqanlarga nomer beramizmi? Nechchilik? 93lik 134
14.85. Dastlabki bor aka. Aka g'irt dehqon ekan, qarang. Dehqonlardan dastlabkilar bor, yetkazib beraveramiz deyishyapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar.